Assalomu alaykum YouTube kanalimda muxlislari, dehqonlar. Mana bugun yana erta tongda birgamiz. Xudo xolasa mehnatni boshlaymiz yana. Mana kecha shamoldan keyin ko'rlang, hamma yo'qdi, nima qilib ketdi. Xudo xolasa bugun mana endi sug'orish ishlari bilan shug'ullanamiz. Mana ko'chatlarimiz tepada. Mana ko'ryapsizlar. Tepada mana shunday cho'p chiqamiz bir marta. Ustini shu bilan tomir pomidor tepada bo'lganligi uchinchi o'rtoqlar o'zi tomir otib ketishga majbur bo'ladi. O'sha namga boradi. Qancha tomir uzoq bo'lsa pomidorda yashash umri ham uzoq bo'ladi. Lekin namlik yaqinda bo'lib qolsa, bularni ham tomiri muncha bo'lib qoladi-da. Bir oydan keyin qurishni boshlaydi. Chunki mana bu arag'imiz mana bir qarish 30 sm nimada pastda suvimiz mana. Kamida mana 30 sm pastda turibdi suv. Shuni ham e'tibor qilib qo'yinglar o'rtoqlar. Birinchi navbat mana shu namchilikdan, nimachilikdan, hamma narsa ham shu dangasachilikdan bo'lar ekanda. Bu ham pomidorlar ham yonida suv bo'lsa tomir otmaydi ekanda. Shundagina nima qilib qo'ylar ekan, shu mana u tomir bechara ertaga nimaga borgandan keyin yetkazib bera olmay qoladi. Oziqani pomidorlarga. O'shaning uchun nima uzoq namlik qancha pastda bo'lsa, bular ham tomir otadi. Tomir ko'paygan sari keyin nima deyman, oziqani olish osonlashadi. O'shaning uchun qurimasdan keyin bemalol bizga o'sha aytgan hosilimizni beradi, o'rtoqlar. Shu ishlar. Endi erta tong mana bu yog'i quyosh bilan birga turganmiz. Mana quyosh ham endi turib kelgan billa turib. Erta-matangi mehnat boshqada, badan tarbiya o'rtoqlar. Bundaqa mehnatni pulga ham sotib olish qiyin bo'lib qolyapti hozir. Salomatlik uchun hozir bugun dam olish kuni ko'pchiliklar dam oladi. Agratga chiqiladi baribir. Agratga chiqib ochiq havoda bir haftalik ilmiy mehnatdan keyin baribir dam olishimiz kerak. Jismoniy mehnat boshqa baribir. O'sha ozgina agrat bo'lsa ham shu mehnat qilib tursak, erta-matangi nimamiz bari boshqada. Insonda salomatlik uchun hamma narsa kerak, hamma narsa. Hurmatli muxlislar, mana endi bugun mana bularga ham suv qo'yishim kerak. Mana jo'yaqda. Qarang, jo'yaqda. Kesam bundaqa jo'yaq qilmasa kerak, a? Texnika ham. Mana o'rtoqlar jo'yaq qilishni usuli bilib olinglar mana. Traktorda ham kesdi ham bunaqa qilarmisizlar. Inson qo'li gul deb shuni aytadi. Mana. Endi mana bu yerda shamol burab ketgan pomidorlarimni tekizlab mana bularni mana bunday qilib o'ylanib, maligini qilib olardik, mana bunday qilib olinardi. Mana bunday qilib. Mana bunda qarang. Mana bu usulda mana bunday qilib olinadi. Mana bunday. Mana shunday qilib turib jo'yak olib, yakundagina chiroyli bo'lib qoladi joyimiz. Qancha qilgan mehnatimiz ko'zga ko'rinib chiroyli bo'laversa, insonni mehnat qilgisi kelaveradi. Kecha ob-havoni ko'rlaring, hamma yo'qda bayram sindirganda chiqib odamda asabi buziladi. Endi nima qilamiz? Iloji yo'q, tabiat. O'nglab qo'yishda iloji bor. Mana bu chekkalarni chovib, o'tlarni o'ldirib qo'yamiz. Qarab pishgan pomidorlarimiz o'ziga keladi. Tabiat injiqliklarini mardonavor yengib kelgan bobo dehqonlarimiz
Biz ham o'shalarda avlodlarimiz yengib kelamiz-da. Yengishimiz ham kerak-da, yengishimizga majburmiz. Yashash uchun kurashish kerak. Hurmatli bobo dehqonlarim, muxlislarim, meni tomosha qiladiganlar. Qarang, qanday chiroyli qoldi. Bir pasda mana o'zi odamni bahri dili ochiladigan bo'lib qoldi. Hatto qanday turadi-yu. Endi qarang, hozir suvni qo'yib bo'lgandan keyin ertangi kuni shundaqa xuddi shamol ko'rmagandek, to'polon bo'lmagandek bo'lib ketaveradi. Mana qarang. Operatorimizni qilgan ishini qarang, mana bitta zo'r pomidorimni mana qaqib ketdi. Operatorimiz uncha mehnat qilmaganda shu kamera ko'tarib yuravergan. Endi u ham sekin-sekin o'rganyapti. Mehnatni qadri ketadi. Nimaga o'xshab soldat otasida tankistni nima urganda qangi ketmaymi, shopim bilan bitta tushirsamu, undan keyin video bo'lmay qoladi. O'shaning uchun indamasdan yaxshi gapirib turibman hozir. Ko'zingizga qarang, operator deb. Ha, shunaqa gaplar, o'rtoqlar. Ertamatanga havo jinday bulutroq bo'lib turibdi. Hozir mana xudo, jinday ekan bulutimiz. Qarangda. Ko'rsatib qo'ying operator, hozir chimini ochilib ketadi. Bu tomoni 5 xudo xolasa. Bundan bu yog'i issiq bo'ladi endi. Aynaqa qilib o'rtoqlar. Erta tongda shaynaqa qilib kutib olamiz-da. Xudo. Erta tongda biz bilan kutib oling degan nimalar bor edi. Ana. Bu mana bu pomidorlarimiz yaxshi hosilni bersa, dehqonchiklarim yaxshi bo'laversa, mana bu operator nevaramga ham bitta hali yangi chiqqan nimalar bor ekan. Video apparatlarmi nima deydi? O'shandan bitta abiramanda endi nima qilamiz? Iloji yo'q. Sifatli chiqar ekan mana nimalarimiz, kamera, zapislarimiz. Ana keyin ota biz ham sifatli qilik. Nima qilish kerak desam shundaqa pul, mablag' hamma narsa pul deyapti. Bo'ldi dedim. Mana yana bitta shamolimizni foydasi deb nima qilib qo'ydim. Hozir bugun dam olish kuni nevaram shu yerda ekomiz billa mana shu yerda sizlar bilan mehnat qilamizda ozgina. Hamma bugun dam olish kuni tashkilotda ishlaydiganlarim mehnat qilsa kerak. Menimcha agratlarga qaraydi bugun. Bir haftada bir marta qaralatda baribir. Davlat ishidan keyin o'zimiz ishimizni ham qilib qo'ysak, hamma mana bunaqa qilib bo'ladi. Qarang. Qanday chiroyli manzara chiqyapti. Ana, qarang. Ana. Muxlislarim, meni ham olib oldik, mana qilib olib. Mana bir pasda isibam ketdik, mana jumpirlarni ham yechdik. Ertamatan ayoz bo'ldi, qandaydir bugun. Shunga jumpir yeb oldim. Tella, yana bitta nima o'rtoqlar, tellamasdan oldin yechib qo'yish kerak-da. Tellagandan keyin yetsalang, oy, tamomda keyin Xudo beradi keyin. O'shaning uchun tellamasdan oldin suvoshni yechib qo'yilsa, odam shamollanmaydi. Endi o'rtoqlar, hozir bu yerga suvni ochib qo'yaman-da. Suvni tashab qo'ygandan keyin zaptiriq qilib olamiz, a. Nima bo'lsa keyinlar billa zaptiriq qilamiz. Davomini keyin yana olib boramiz mehnatda. Qonlarim suvni mana nima qilib qo'ydik. Haliga aytyapmiz 40 kunda chillasida suv qo'yiladi. O'shani mana
tabiiy ofat endi hamma joylarda har xil bo'ladi. Bizda mana shu g'ora bo'ladigan paytda shamol tabiiy ofat bo'ladi. O'shanga qarab tezlatinglar-da, o'shanga qarab tezda shu kamida 40 kundan keyin suv qo'ysalaring maqsadga muvofiq bo'ladi. Biz ham o'sha harakatni qilganmiz. Mana shamolimiz ham o'tib oldi. Mana gullagan bo'lishi kerak-da. Mana shunaqa gul bersa, chilladan chiqqanini mana shuni aytadi mana. Chillasi mana shu gul beradi o'rtoqlar mana. Mana shunga e'tibor beringlar. Alini qog'ozlardan olib kelsangmi? Qog'oz olib qo'yaymi? Mana muxlislarim hammasiga birdek tarab qo'ydim. Mana shunaqa qilib mana hammasiga birdek kiryapti suv mana. Endi o'rtoqlar yuringlar, zaptirik qilamiz. Undan keyin yana ishni davom etkazamiz. Salomat bo'linglar hozircha. Suvimiz boshqada. Ana. Bizni ham havorab qo'yish. Endi suvlar nima bo'ldi ekan? Anjillar qanday bo'ldi ekan kecha yomg'irdan keyin anjillarimizni ham. Mehmonlarimiz bormi? Yo mehmon kelib qolishi mumkin-da. Hozircha. Oh. Mana qarang. Mana mehmonlarimiz. Mana. Mana bunaqa qilib uy sovoladi mana. Voy, ularni solgan uylari. Hozir hamma narsa uy solish bilan ovora bo'lib ketyapti. Mana bunday qilamiz. Mana. Operatorimiz bor ekanchi. Buni qarang, ha? Jonivar. Xalarapos xudo xolasa, hozir uni suvimni xarob. Suvdan keyin xalarapos uramiz bunga. Ha, mana hammasida bor. Mana bularni ham. Ha, bor ekan. Mana bu anjillarimiz xudo xolasa 10-15 kundan keyin tayyorda. Mana shular anjillar bari. Anjiru meva minanda mana shular mana. Qarang qanday zo'r manzara, tabiat. Erta tongda mehnat nima? Kecha yomg'irdan keyin mana qildilar. Mana uni qaranglar mana. Bitta shuni o'ziga tushibdi-da qurt. Betlarda yo'q. Mana bular toza turibdi. Bular toza. Suvlarimiz ham yengil suv bersak hozir yengil. Mana nimaga qarshi tomirlarini nima qiladi-da, bunday zaharida shamolda. Qaramiz. Yengil suv beraman. Nimaga yaxshi? To'chatlar o'zini tutib olishga va xolasa bo'laveradi mana shunday qilib. Ertaga hech narsa ko'rmagandek bo'lib, arilarimiz ham yetib kelibdi bizdan oldin. Hayt, arilarni qarang, operator. Uni qarang. Hali abitda ko'rasiz bularni. Qaynab ketadi, qaynab. Nima buni nimasi asali boshqacha bo'ladimi bilmayman. Shu bahana pomidorlarni ham changlatib ketadi-da bu. Bu narsa shalg'amni guli chaqiradi shekilli. Asarlarda hali abitda ko'ramiz, abitda yana ham ko'rasizlar. Qaynab hozir ertamatam uchun uncha nima emas ekan, kamroq ketdi. Hurmatli muxlislarimiz, babo dehqonlar, mana endi erta tongdagi mehnatim, bir kunlik erta tongdagi ishlarim mana shu o'rtoqlar. Hali endi abitdan keyin yana ikkinchisini cho'mka qilamiz. Ko'rishamiz o'shanda. Hozirgacha salomat bo'lib turasizlar. Xo'p.